Tasavvur qiling, bank sizning rejangiz asosida ishlaydi, aksincha emas. Faqat bitta bank yoningizda bo'lsa ham, mamlakatdagi har bir bank xizmatlaridan foydalana olasiz. Pullaringizni boshqarish esa SMS yuborishdek oson. Zamonaviy moliya imkoniyatlaridan mutlaqo barcha foydalana oladi. Lekin biz hali ham o'tmish bilan yashaymiz. Shunday emasmi? Uzun navbatlar, qog'ozbozlik va vaqtni sarflash bilan ovoramiz. Aslida 1 soniyada bitadigan ishga soatlab vaqtni sarflaymiz. Chunki biz qo'rqamiz. Murakkab texnologiyalardan va ularning bizga noma'lum bo'lgan imkoniyatlaridan qo'rqamiz. Ammo onlayn banking bu hashamat emas, bu yangi norma. Bu nafaqat qulay to'lovlar, balki keng ko'lamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyati. Bu pullaringizni dunyoning istalgan joyidan boshqarish imkoniyati. Bu moliyaviy savodxonlik va xavfsizlik yo'lidir. Qayerda bo'lishingizdan va yoshingizdan qat'iy nazar, birinchi qadamni bugundan boshlang. Finlit.uz ko'magida mamlakat banklari bilan zamonaviy moliya olamini kashf eting.